Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Kenjayev Toshpo'lat Amirovичman. Bugun biz oliy matematika fanidan vektorlar va ular ustida amallar mavzusida video dars o'tamiz. Avvalambor men mavzuning rejasi bilan tanishib o'taman. Reja: birinchi, vektorlar va ular bilan bog'liq tushunchalar. Ikkinchi, vektorlar ustida amallar. Uchinchi, vektorlarning koordinatalari. Hayotda uchraydigan harorat, bajarilgan ish haqi, jismning massasi, ishlab chiqarish hajmi, tovarning narxi, partiyadagi mahsulotlar soni kabi kattaliklar ularni ifodalovchi sonli qiymatlar orqali to'liq aniqlanadi. Ta'rif: sonli qiymatlari bilan to'liq aniqlangan kattaliklar skalar kattaliklar deb ataladi. Skalar atamasi lotin tilidagi skala so'zidan olingan bo'lib, pog'ona degan ma'noni ifodalaydi. Skalarlar lotin alifbosining kichik harflari bilan yoziladi. Kuch momenti, tezlik, tezlanish, bosim, siljish, elektr maydonining kuchlanishi, oqim kabi kattaliklarni aniqlash uchun ularning sonli qiymatlaridan tashqari yo'nalishlarini ham ko'rsatish kerak bo'ladi. Ham sonli qiymati, ham yo'nalish bilan aniqlanadigan kattaliklar vektor kattaliklar deb ataladi. Vektor lotincha "vexeia" so'zidan olingan va yo'llovchi ma'nosiga ega. Vektorlar lotin alifbosidagi kichik harflar bilan ustiga strelka qo'yish orqali belgilanadi. Uchinchi ta'rif: har qanday A vektorining sonli qiymati uning moduli yoki uzunligi deb ataladi va modul belgisi ostida A kabi belgilanadi. Geometrik nuqtai nazarda vektorlar yo'naltirilgan kesmalar singari qaraladi. Boshi A va oxiri B nuqtada bo'lgan yo'naltirilgan kesma vektor AB kabi yoziladi. Bunda A nuqta vektorning boshi, B nuqta esa vektorning uchi deyiladi. Bu yerda AB kesma uzunligi vektor modulini ifodalaydi. Ya'ni katta AB moduli ostida teng AB vektor bo'ladi. Boshi va uchi bitta nuqtadan iborat bo'lgan vektor nol vektor deyiladi. Nol vektor nol kabi belgilanib, uning moduli nolga teng bo'ladi. Nol vektorning yo'nalishi to'g'risida so'z yuritib bo'lmaydi. Bir to'g'ri chiziqda yoki parallel chiziqlarda joylashgan vektorlar kolinar vektorlar deb ataladi. Kelgusida A va B vektorlarning kolinarligini quyidagicha belgilaymiz. Masalan, ABCD parallelogram bo'lsa, unda ADBC parallel va ABCD parallel. Ammo AD va AB, BC va CD vektorlar kolinar bo'lmaydi. Nol vektor har qanday A vektoriga kolinar deb hisoblanadi. Quyidagi 3 ta shartlar bajarilganda A va B teng vektorlar deyiladi. Birinchi, bu vektorlar kolinar bo'lishi kerak. Ikkinchi, bu vektorlar bir xil uzunlikka ega bo'lishi kerak. Uchinchi, A va B vektorlar bir xil yo'nalishga ega bo'lishi kerak. Agar A va B teng vektorlar bo'lsa, A teng B deb yoziladi. Bitta yoki parallel tekisliklarda joylashgan 3 va undan ortiq vektorlar komplanar deyiladi. Masalan, uchburchakning turli tomonlarida joylashgan vektorlar komplanar bo'ladi. Vektorlar ustida amallar. Endi vektorlar ustida arifmetik amallar kiritamiz. A vektoridan lambda songa
ya'ni skalarga ko'paytmasi deb quyidagi 3 ta shart bilan aniqlanadigan yangi bir S vektoriga aytiladi. Birinchi, A vektorining uzunligi lambda marta o'zgaradi. Ikkinchi, bu vektorlar kollinear. Uchinchi, lambda musbat bo'lsa, S va A bir xil yo'nalgan. Lambda manfiy bo'lsa, S va A qarama-qarshi yo'nalgan. A vektorini lambda songa ko'paytmasi lambda A kabi belgilanadi. Masalan, ABCD trapeziya bo'lib, uning AD va BC asoslarining uzunliklari AD teng 8 va BC teng 4 bo'lsa, unda AD teng 2 BC va AD teng -2 SB tengliklar o'rinli bo'ladi. Vektorlarni songa ko'paytirish amali quyidagi xossalarga ega. Birinchi xossa: lambda ko'paytirilgan qavs ichida beta ko'paytirilgan A teng beta ko'paytirilgan lambda ko'paytirilgan A qavs ichida. Ikkinchisi: lambda plus minus beta qavs ichida ko'paytirilgan A teng bo'ladi lambda ko'paytirilgan A plus minus beta ko'paytirilgan A. Uchinchisi: 0 ko'paytirilgan A teng 0. Bu yerda lambda va beta ixtiyoriy sonlarni, A esa ixtiyoriy vektorni ifodalaydi. -1 ko'paytirilgan A vektori A vektoriga qarama-qarshi vektor deyiladi va -A kabi yoziladi. Masalan, yuqorida ko'rilgan ABCD parallelogramda AD va SB AB va SD qarama-qarshi vektorlar. Ya'ni AD teng -SB, AB teng -SD bo'ladi. Endi ikkita A va B vektoridan qo'shish amalini kiritamiz. Buning uchun parallel ko'chirish orqali ularning boshlarini bitta A nuqtada keltiramiz. Unda bu vektorlarni A teng AD, B teng AB kabi belgilab, ABCD parallelogram hosil qilamiz. 10-rasmda ko'rsatilgan. Ta'rif: A va B vektorlarining yig'indisi deb ABCD parallelogramning A uchidan chiquvchi diagonalidan hosil qilingan A'si vektoriga aytiladi va A plus B kabi yoziladi. Vektorlar yig'indisining bu usulda aniqlash parallelogram qoidasi deyiladi. Mana biz 10-rasmda ko'rinib turibdi. Va unda moddiy nuqtaga qo'yilgan ikkita kuchning teng ta'sir etuvchisini topish asos qilib olingan. Bu yig'indini uchburchak qoidasi deb ataladigan quyidagi usulda ham topish mumkin. Unda dastlab parallel ko'chirish orqali B vektorining boshi A vektorining uchi ustiga keltiriladi. So'ngra A boshidan chiqib B uchida tugaydigan vektor hosil qilinadi va u A plus B yig'indini ifodalaydi. Mana 11-rasmda biz uchburchak qoidasi orqali vektorlarni qo'shishni ko'rib turibmiz. Bir nechta A1, A2, A3 va hokazo ayn vektorlarning yig'indisi parallelogram qoidasini bir necha marta ketma-ket qo'llash yoki ko'pburchak qoidasi deb ataladigan ushbu usulda topiladi. Bu usulda parallel ko'chirish orqali A1 uchiga A2 boshi, A2 uchiga A3 boshi va hokazo ayn-1 uchiga ayn boshi keltirib qo'yiladi. Hosil bo'lgan siniq chiziqning boshi A1 vektor boshi bilan oxiri ayn vektor uchi tutashtirilib A teng A1 plus A2 plus A3 va hokazo ayn yig'indi vektor topiladi. Masalan, 3 ta A1, A2 va A3 vektorlarining A yig'indini topish quyidagi 12-rasmda ko'rsatilgan. Agar A1, A2 va A3 bir tekislikda joylashmagan vektorlar bo'lsa, ko'pburchak qoidasi bilan topilgan A yig'indi qo'shiluvchi vektorlarni parallel ko'chirish orqali umumiy bir
boshga keltirib hosil qilinadigan parallelepipedning nol uchidan chiquvchi diagonal kabi ham topilishi mumkin. Bu parallelepiped qoidasi deb ataladi. Vektorlarni qo'shish amali quyidagi xossalarga ega. Birinchi, a plus b teng b plus a kommutativlik qonuni. Ikkinchi, assosiativlik guruhlash qonuni. Uchinchi, lambda ko'paytirilgan a plus b teng lambda a plus lambda b ga. To'rtinchisi, a plus 0 teng a ga. A va b vektorlarining ayirmasi deb a va minus b vektorlarining yig'indisiga aytamiz. A va b vektorlarining ayirmasi a minus b kabi yoziladi. Bu vektorlardan hosil qilingan ABCD parallelogram b uchidan chiquvchi BD diagonalidan iborat bo'ladi. Bu 13-rasmda ko'rsatib qo'yilgan. Vektorlarning koordinatalari. Dastlab tekislikdagi vektorlarning koordinatalari tushunchasini kiritamiz. Buning uchun tekislikda o'zaro perpendikulyar bo'lgan O nuqtada kesishuvchi OX absissalar o'qi va OY koordinatalar o'qilaridan tuzilgan XY Descartes koordinator sistemasini olamiz. Bu sistemada tekislikdagi har bir m nuqta o'zini OX va OY o'qlaridagi proyeksiyalari bo'lmish mx va my nuqtalari orqali quyidagicha aniqlanadi. mx va my nuqtalarida O koordinata boshqacha bo'lgan OMX va OMY masofalar orqali m nuqtaning koordinatalari deb ataladigan x teng plus minus OMX absissa va y teng x plus OMY koordinata sonlari aniqlanadi. Bunda x, y koordinatalari ishoralari birinchi, to'rtinchi choraklarda mos ravishda plus plus, minus plus, minus minus va plus minus kabi olinadi. Shunday qilib tekislikda har bir m nuqta o'zining koordinatalari bo'lmish x, y sonlar juftligi orqali bir qiymat bilan aniqlanadi va bu hol mx, y kabi yoziladi. Xuddi shunday tarzda tekisda har bir a vektorini sonlar juftligi orqali ifodalash mumkin. Buning uchun mos ravishda OX va OY koordinata o'qlarida joylashgan musbat yo'nalishga ega va uzunliklari 1 ga teng bo'lgan I va J vektorlarini kiritamiz. Kiritilgan I va J vektorlar o'rt vektorlar yoki qisqacha o'rtlar deb ataladi. Endi berilgan A vektorini yo'naltirilgan kesma sifati qarab, uning OX va OY o'qda proyeksiyalarini yasaymiz. Bu proyeksiyalar ham yo'naltirilgan kesmalar bo'lib, ular A vektorini OX va OY o'qda proyeksiyalari deb ataladi va AX, AY kabi belgilanadi. Koordinator o'qlarida joylashgan AX, AY vektorlar mos ravishda shu o'qlarda I, J o'rtalariga kollinear bo'ladi va shu sababli AX teng plus minus AX ko'paytirilgan I hamda AY teng plus minus AY teng modul ko'paytirilgan J deb yozish mumkin. Bunda proyeksiyalar va o'rtlar bir xil yo'nalishda bo'lsa, plus qarama-qarshi bo'lsa, minus ishorasi olinadi. Bunda vektorlarni qo'shish tarifasi quyidagi tengliklarni yoza olamiz. A teng AX plus AY teng hovuz ichida plus minus AX moduli ko'paytirilgan I plus hovuz ichida plus minus AY ko'paytirilgan J XI plus YJ. Birinchi tenglik A vektorining o'rtlar bo'yicha yoyilmasi x va y sonlari esa uning koordinatalari deb ataladi. Koordinatalar x va y ya'ni birinchi yoyilmaga ega bo'lgan A vektor qisqacha A x y kabi ifodalanadi. Masalan, yoyilmasi A teng 2i minus 3j bo'lgan vektorning koordinatalari x teng 2, y teng minus 3 bo'ladi. A teng qavs ichida 2 virgul minus 3 deb yoziladi. 0 vektor uchun yoyilma 0 ko'paytirilgan y plus 0 ko'paytirilgan j teng 0, ya'ni uning koordinatalari x teng 0, y 0 bo'ladi. Shunday qilib, tekislikda ixtiyoriy A vektor o'zining x va y koordinatalari, ya'ni x, y sonlar juftligi bilan birinchi tenglik orqali to'liq aniqlanadi. Bugungi mavzumizda o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.